Buxoro viloyati Buxoro tumani Yangi Turmush mahalla fuqarolar yig'ini Arabxona qishlog'idagi ushbu xonadonda 2-jahon urushi qatnashchisi, 1-darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan fuqaro Fayzullo Hojiyev istiqomat qiladi. Qishloqning iftixori, g'ururi hisoblangan ushbu otaxonning uyi ayni bayram kunlarida yanada gavjum bo'ladi. Biz ham ijodiy jamoamiz bilan birgalikda otaxon bilan uchrashdik. Yo'qlovimizdan xursand bo'lgan 104 yoshli otaxon hol ahvol so'rashimiz bilanoq bizni duo qila ketdi. Tabiiyki, shirin suhbat davomida Fayzullo bobo urush yillarini eslarkan safdoshlari bilan dushmanga qarshi kurashish vaqtida bo'lgan hududlar va voqealarni yodga oldi. Kurishga obyektli qilib, silah degan joydan Abaron yo'lib, Voronezh, Tula, Petropavlski, Baltava, Kiyev, Jtomir, Xarkovgacha borganman. Xarkovdan Jtomir arasida ayomdan o'qidim. Mash'um kunlar insoniyatga ko'plab kulfatlar keltirgan deydi otaxon. Yo'qotishlar, ocharchilik, odamlar boshidan kechirgan qiyinchiliklarni aytib, ko'p odamlar o'lgan, o'tliqdan, kunjoyda yegan odamlar, iloji bo'lmagan kunjoyda o'lgan odamlar, azob oqibat bo'lgan, ko'p azob yegan xalq. Oyog'idan o'q yeb yaralangan holda urushdan qaytgan Fayzullo bobo urushdan keyin jang maydonlarida ko'rsatgan jasorati uchun ko'p bora taqdirlandi. Buni uning ko'ksini bezab turgan medallar shodasi ham so'zlab turibdi. Otaning hayot yo'li nevara-yu chevaralari uchun mardlik ibrat namunasidir. 140 ta nabirayu adirayu chagaram bor. 12 ta farzandim bor. Hammasini men o'qitganman, hammasi ishga. Hammasidan nafs ko'raman. Bugungi dorilamon kunlarda mana shunday ulug' ne'matlari ardog'ida yashayotgan Fayzullo ota Hojiyev bu kunlar qadriga yetishni, tinchlikni asrashni, mehnat qilib yurt taraqqiyotiga hissa qo'shishni nasihat qiladi farzandlariga. Otamiz Fayzullo bobo Hojiyev mana bu yil 104 yoshda qarshi olayaptilar. Doim davlatimiz e'tiborda, vrach bilan ta'minlanganlar, hamshiralar har kun xabar oladi. Har yili prezidentimiz tomonidan pul mukofotlari beriladi, doktorlar tomonidan kelib dori-darmon, doimo ana e'tiborda bu kishi. Rahmat davlatimizdan, pensiyalarni ham o'z vaqtida keltirib beradi. Biz juda minnatdormiz davlatimizdan. Bu kishi o'zlari ham doim minnatdor. Tinchlik bo'lsin, davlatimiz tinch bo'lsin, to'g'ri salomatlik bo'lsin. Tinchlikni qadrlash kerak. Ha, tinchlik bu insoniyat uchun eng buyuk boylik, farovon va osoyishta hayotning garovidir. Tinchlik bor joyda mehr-oqibat, do'stlik va ahillik mavjud. O'zbek xalqining bag'rikeng va samimiyligi tufayli yurtimizda millatlararo totuvlik, tinchlik va barqarorlik hukmron. Bu kunlar uchun jon fido qilganlar xotirasi abadiy, hayot bo'lganlari esa har birimizning qadr va e'zozimizdadir. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.